Biroq insofing bormi? Bitta o'zing yeyverasanmi? Aka-ukalarga mehr-oqibat yo'qmi? Yur, men senga quvvatni zo'rini ko'rsataman. Bu joyda salqin kunlarda zo'r ketadigan quvvat taom tayyorlashyapti. Adamli ukalari bilan birgalashib kelishdi. Bu ovqat xash, lekin sal boshqacharoq. Bunda qo'yma talashka, mol oyoqlari, mol tili, ozgina no'xat va navaristi bulyoni bo'ladi. Mazasi prosta bomba. Mana ahvol quvvat ovqat mayishi bo'ladi. Qoni poyda, ayniqsa qish kuni zo'r. Hali yoqdimi? Haqiqatdan zo'r ekan, zakolniy. Agar menga xash yoqmaydi desanglar, sho'rvani allanbalosini olishingiz mumkin. Bunda kosada navaristi bulyon, yonida alohida qo'y yoki mol go'shti, kartoshka, sholg'om, sabzi, qovoq, buxorocha fatir va iliyli suyagi bo'ladi. Vitaminlarga boy bo'lgan sho'rva. Men mazza qilib ichdim to'g'risi. Go'shtliroq narsa xohlasanglar, bu joyda rosa trendga chiqqan vaguri shashlikdan ham olishingiz mumkin. Qo'zi go'shtini o'zligini stilligida juda ham sochni qilib pishirib berishadi. Bitta siz mazasi og'zingizda qoladi. O'tiradigan joyi juda ham chiroyli. Ayollar gap qilishiga ham rasamot, salatlarga ham assortiment katta. Adres Sergeli hokimiyati, gastronomik ko'chasida, Afzal oilaviy restorani. Bularning kelasi bitonkadan filialligi bor. Videoni Sergelida ishlaydigan yoki yashaydigan tanishlarga ham yuborib qo'yamiz. Aniq lokatsiya Telegram kanalda.